Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yo'ruq sayillar sayfimizga xush keldinglar. Men mazkur sayfining programma riyosatchisi Qutlan. 1965 yili 6 ayning 14 kuni bir ömür vatani uchun tipirlagan bir o'tliq yurak so'qishdan to'xtaydi. 64 yillik qisqagina hayotiga 1930 yillardagi Xotan inqilobining yo'lboshchiligini, Sharqiy Turkiston tarixidan iborat buyuk bir obida asarning muallifligini, Xitoy tarixchilari bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundaqla muhojiratdagi vatan davosining mushaqqatlik jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadrli radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizlər Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Bir 1945 yili 10 ayda Muhammad Emin Bug'ro qatorliq 3 apandilar uzun yillik siyosiy musofirat hayotini oxirlashtirib vatanga qaytib kelganda İlideki Şərqi Türkistan Cumhuriyetining vakillari bilan Gomindang markaziy hukumatining alohida huquqliq vakili Urumchidagi g'arbiy binoda suhbat ustiliga o'ltirish oldida turadi. Muhammad Emin Bug'ro qatorliq millatchilar guruhidagi sarxillar ikki taraf o'rtasidagi tinchlik suhbatiga qatnashtirilmaydi. Ammo ular kuzatuvchi sifatida 8 oyga so'zilgan tinchlik suhbatining har bir halqasiga intayin diqqat qiladi. Bo'libmi Muhammad Emin Bug'ro ili taraf suhbat vakillarining Manas daryosi bo'yiga kelib qolgan milliy armiyaning sur hayvatini qalqon qilib, mustaqillik talabini hech bo'lmaganda oliy muxtoriyat huquqini talab qilishni umid qiladi. Halbuki tinchlik suhbati uzunga so'zilgan sari uning natijasi Bug'roni shunchalik umidsizlantirdi. Amerikadagi mustaqil tadqiqotchi Taran Uyg'ur apandi Bug'ro boshchiligidagi 3 apandilarning ilgari Gomindang markaziy hukumatiga sungan Sharqiy Turkiston uchun oliy muxtoriyat talab qilish loyihasi bilan 11 betimdagi amaliy matnlar o'ttirsida ma'lum orliqning mavjudligini ta'kidlaydi. Şəpənlər eyni çağda Gomindang Xitay hökumətiga bir qancha qitimlab ali muxtoriyat haqida təkliflər sunğan bo'lib, bularning ba'zilari aytdi, enchigan modlarga bo'lingan, ba'zilari bo'lsa prinsipal nuqtalarni ta'kidlagan edi. 1946-yili 8 oyga yaqin suhbatdan keyin imzolangan 11 moddalik tinchlik bitim bo'lsa, ayni chaqda asosan qurolli to'qnashishni qanday qilish, o'tlik hukumatni qanday isloh qilish, shunaqla Sharq Turkiston Cumhuriyeti Milliy armiyasini qanday o'zgartirish qatorliq masalalarga markazlashgan bir kelishimnoma bo'lib, yalnız Sharq Turkistonninki ayni vaqtdagi siyosiy shundaqla huquq doirasi qatorliqlar aniq belgilanmagan edi. Shunga eng avval shuni oydinlashtirishimiz kerakki, bu ikki xil loyihaniki birsi hukumatga sunilgan taklif, shundaqla fikrlar. Yana birsi bo'lsa qurolli to'qnashishdan keyin ikki tarafniki o'rtasida tuzilgan bir qitimliq kelishimnoma. Demak, bu ikki xil loyiha o'rtasida farqlaniki bo'lishi nihoyat tabiiy. Masalan, Şəpənlər yo'llagan taklif loyihalarida Sharq Turkistonniki tarixiy ismini asliga keltirish, Sharq Turkistonniki turk millatlarini turk millati degan nomda aniq angilish, shundaqla Xitoyniki asos qonunida Sharq Turkistonga oliy muxtoriyat huquqi berilganligi haqida konkret moddalarni kirish qatorliq takliflar o'tirib qo'yilgan. Lekin Şəpənlər yo'llagan moddalarning ichida hech qaysi harbiy qismlarga yoki harbiy huquqlarga chetilmaydi. Türkiye Egey Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutu'nun professori Olimjon Inoyat Efendi Bug'ro boshchiligidagi 3 apandilarning oliy muxtoriyat loyihasi bilan 11 bitimning moddalari o'ttirsidagi jiddiy prinsipalliq masala mavjud ekanligini, bo'libmi Muhammad Emin Bug'roning o'z aslamalarida ikki taraf o'ttirsidagi sulhiy kelishimining konkret moddalariga bo'lgan noroziligi, andishisi va umidsizliklari ifoda qilinganligini tilga oladi. Üç efendiler teşebbüs ve talep kılgan Ali Muhtariyet layihesi bilen ili rehberleri Gomindang hükümeti bilen tüzgen 11 bitim neticesinde kurulgan Birleşmiş Hükümetinin emeli hukukları ortasında ciddi prinsipal meseleler var idi. Mesela üç efendilerin Ali Otonomiye layihesi de Şarkı Türkistan halkının Türk dep atılışı, muhtariyetinin asaslarının asasi kanunda köstilişi,
Şinjan sözünün Türkistan deb özgertilishi talep kılıngan. Lekin 11 betimde Şinjan sözü aynen işletilgen. Betimde Türk sözü mü işletilmegen. 11 betimning qolgan modellari 3 apandilarning loyihasidagi moddellar bilan ko'pinchisi o'xshab ketsimi, Turkiston, Turk degan nomlar qonuniy asosga ega qilinmagan. 3 apandilarning ili inqilobchilarga, ili rahbarlariga bo'lgan noroziligi mushu jihatda ko'rilgan. Muhammad Emin Bug'ra o'zining aslimalarida sulhi masalasi to'g'riliq Rus konsuli bilan elib borgan muzokarasida hech bo'lmaganda oliy muxtoriyatni qo'lga keltirishimiz kerak edi. Lekin ili vakillarining muzokara programmasida bu talablarning yo'qligi bizni qattiq qayg'uga solmoqda deganligini qayd qiladi. Bu yerda uch apandilar o'ylagan masalalarni ili hayiti o'ylamaganmidi deb ajablanishimiz mumkin. Lekin manbalarga qaraganda ili hayiti shu jarayonda Stalinning Sovet hukumatining qattiq besim ostida qolgan va 11 betimga qo'l qo'yishga majburlangan. Darvaqa 8 oyga so'zilgan tinchlik suhbatidan keyin Bug'ra boshchiligidagi 3 apandilar ili tarafning vakillari bilan birlikda yangidan tashkillangan o'lkulik birlashma hukumatda vazifa oladi. Holbuki ular o'ttirsidagi siyosiy ideologiyalik farqlar va vatanning taqdiri masalasida qaysi tashqi kuchga tayinish masalasidagi ixtiloflar ikki guruh o'ttirsidagi ziddiyatni kun sayin kuchaytib boradi. Mustaqil tadqiqotchi Taran Uyg'ur apandi garchi ili inqilobchilari bilan 3 apandilar o'ttirsida mafkuraviy to'qinishlar mavjud bo'lsa-mu, ammo Ahmadjon Qosimi bilan Muhammad Amin Bug'ra o'ttirsidagi shaxsiy munosabatning alohida diqqat chekadiganligini eskartadi. Şependiler bilan ili inqilobchilar o'tirsidagi munosabatda Şependilerdan Mamtun Bug'ra apandi va ili inqilobchilardan Ahmadjon Qosimning o'tirsidagi munosabat odamning kinoyati qiziqishini va diqqatini qo'zg'aydigan alohida bir munosabat deb qarayman. Gerçi bu ishga arbab o'tirsida milliy inqilobda tashqi kuchlarga tanish masalasi haqida ma'lum darajada farqlar mavjud bo'lsa-mu, ayni vaqtdagi tarixiy shahidlarning aslimalaridan bu ishga arbobning bir-biriga bo'lgan hurmatining kinoyati cho'nqir ekanligini ko'rib yetalaymiz. Mamtun Bug'ra apandimi o'zininki ili inqilobi haqidagi aslimasida Ahmadjon Qosimni alohida tilga oldi. Shunaqla uningki bilimi va qobiliyatiga qo'l qo'yganligini bildirdi. Ahmad apandimi o'z navbatida ayni chog'da birlashma hukumat buzilib, ili taraf bilan uch apandilar o'tirsidagi ziddiyat xili cho'nqirlashgan mazgillardami hech qachon Mamtun Bug'ra apandininki ismini bevosita atab turib, uningga tanqid yoki hujumlarni qilmaydi. Hatto Ahmad apandilar birlashma hukumat buzilib, ili tarafga qaytish oldida Urumchidagi va Janubdagi bir turkum muhim ziyolilarni ili tarafga qaytirib kelish komendanninki ziyonkashligidan saqlash uchun harakat qilayotgan mazgilda Mamtun Bug'ranimi ili tarafga taklif qilganligi haqida uchurlar mavjud. Ahmadjon Qosimi 33-yili berilgan inqilobni, qurilgan birinchi jumhuriyatni va buningga asosli kuch chiqargan inqilobchilarning Mamtun Bug'rani nihoyat yaxshi taniydi. Shuning uchunmi o'sha apandilar ichida Mamtun Bug'raga bo'lgan hurmati, shundaqla qoyilligi alohida kuchli deb qarayman. 1946 yili 6 ayning boshlari 11 betimning qo'shimcha nusxasi imzolanib, orqadanla yangidan tashkillangan o'lkulik birlashma hukumatning tarkibi e'lon qilindi. Shu yili 7 ayning oxiri G'uljada Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tarqitib etilib, uning o'rniga ili viloyatlik valiy mahkamasi tashkil qilindi. Muhammad Amin Bug'ra xotiralarida 11 betimning natijasida qurilgan birlashma hukumatning hech qachon Sharqiy Turkiston xalqining eng tuvan darajadagi muxtoriyat talablarini kapolatga ega qila olmaganligidan o'kindi. Bu haqda fikr bayon qilgan Olimjon Inoyat apandi xuddi Bug'ra ta'kidlagandek ili inqilobining natijasida qurilgan birlashma hukumatning militarist Shingshasay davridagi birlashma hukumatdan hech farqlanmaganligini, ya'ni ili inqilobchilarining xuddi Xo'janiyaz hojiga o'xshashla muavin raislik o'rin bilan qanoat qilganligini ta'kidlaydi. Bulupmu 11 betimning 9 moddasi siyosiy hokimiyat masalasida ili rahbarlari uchun Sharq Turkiston xalqi uchun qattiq cheklama qo'yib qo'ygan. Bu moddada mundaq deyilgan: Şinjan o'lkulik hukumatining tarkibi markaziy hukumat tarafidan 25 a'zoga qadar ko'paytiriladi. 25 hukumat a'zosi ichidan markaziy hukumat 10 a'zo tayinlaydi. Qolgan 15 hukumat a'zosi har bir viloyatdan xalq vakillari tarafidan ko'rsatilib, markaziy hukumat tarafidan tasdiq qilinadi. Bu moddalar bo'yicha bo'lganda ili rahbarlari rais bo'la olmaydi.
ili rəhbərlərinin faqatla muavin rəis buluş huquqi buludu. Bu madda Şərqi Türkistanlıqlarını passiv o'ringa tushirib qo'ygan. Shingchi Saymu o'xshash usul bilan Xo'ja Niyoz hojini yo'qotgan edi. Gomindang hukumatining usulimi mohiyat jihatdan Shingchi Sayninkidan farqli emas edi. Shunga mustaqillik uchun bir yo'l, bir fursat izlagan Bo'raning 11 betimdan rozi bo'lishi mumkin emas edi, albatta. Bir qism tarixiy materiallar va shohidlarning eslamalarida Muhammad Amin Bo'g'raning aslida 11 betimdan keyin tashkillangan o'lkalik birlashma hukumatda Ahmadjon Qosimiy bilan billa muavin raisligi ko'rsatilganligi, ammo Sovet tarafning qarshi turishi bilan uning o'rniga Burhon Shaydining almashtirilganligi tilga ilindi. Mustaqil tadqiqotchi Taran Uyg'ur apandi bu ahvolning Tayvan davlatlik tarix sarayida yaqinqi yillarda maxfiyatligi bekor qilingan Gomindang davridagi bir qism arxiv hujjatlari orqali yanamı ilgirlagan holda dalillanganligini ilgari surdi. Hozir Tayvandagi davlatlik tarix sarayida saqlanayotgan bir qism arxiv hujjatlaridan ayni vaqtda haqiqatanmi Mamdun Bo'ra apanninki muayyan reyslik o'rniga ko'rsatilganligi va bu vaqtda talash tartiblarninki bo'lib o'tganligini ko'rib olib bo'ldi. Masalan 1948-yili 12 may kuni Gomindangdagi harbiy istixborot organidan Vanson taxallusidagi bir istixborot xodimining Janjishiga yo'llagan Burhan Shaydi haqidagi analiz dokladida tuvandagida qurilib uchraydi. 1946-yili Ili vaqasi tekshiruv jarayonida Ili taraf asli Burhanni nazaratining nazirligiga Mehmet Eminni muavin raislikka ko'rsatmoqchi edi. Lekin Sovet ittifoqi Mehmet Eminni Burhandek ishonchlik ko'mganligi uchun Ahmadjon vasitasi orqali Burhanni muavin raislikka, Mehmet Eminni ta'minot nazoratining nazirligiga qo'ydi. Bundan Sovet ittifoqining Burhonga qanchalik darajada ishonganligini ko'rishga bo'ladi. Garchi yuqorqi mazmunlar hukumatning rasmiy hujjatlarida yoki tekshiruv jarayonidagi xotirlarda ko'rinmagan bo'lsa-mu, ayni vaqtda Mamdun Bo'ra apanninki muavin raislik o'rniga qo'yilmaslik masalasi haqida talash tartishlar va munozaralarning bo'lganligidan ozroq shafi berdi deb qarayman. Qadrlik radio anglag'uvchilar, yuqorida 20-asr Uyg'ur tarixidagi mashhur shaxsiyat Muhammad Amin Bo'g'ra va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 43-qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomliq diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatlik radio anglag'uvchilar, shuning bilan Yo'ruq Sayillar sayfisining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.